Kunni sochimni ekonom qilib o'zim bo'yashdan boshladim. Sochlarimni bo'yab endi yo'man deganimda sovuq suv ham, issiq suv ham o'chgan ekan. Taksi chaqirdi, shartta salonga bordim. Salonchilar hayron. Bu avatar oydan tushdimi deb hayron bo'lishdi. Chunki yuzlarim ham, qo'llarim ham hamma joyim kraska edi. Qaranglar, otangga onangga bepardoz ko'rsatma deganidek boshlarini yuvib chilayli qiz bo'lib oldim. Qarasam ko'zimning oqi ham bor ekan. Ishxonada innovator ayol tanlovi bo'lar ekan deb oyog'imni qo'limga olib chopqillab ketdim. Ha, tanlov zo'r bo'ldi, lekin o'rin olmadim deb xafa bo'lmadim-da, zatto mendan ishtahasiz karnay ayol chiqar ekan deb ovqatlanishga kirdim. Men hayotda umuman tushkunlikka tushadigan qiz emasman. Muhabbat keladi, ketadi, qorin esa hamisha ochadi deb mazza qilib ovqatlarni boqqos tushirib hech nimani o'ylamasdan qornimni dumaloq qildimda Space Adejdaga borib kiyim olish esimga tushib ketdi. Space Adejdaga borib kiyim ko'rdim, o'zimga yoqadigan spetsovkani sotib oldim va uyim borligi esimga tushdi. Uyga borib endi ovqat qilaman desam, qozonim shunaqangi qop-qora ekanki, bu qozonda